Akmagan işleriniz, retki düşmegen işleriniz, sizin beşiğinize katılıqan işlerinizin hemmesi şu vakitte hal bo'ladi. Bunu hal qilishning chorasi iziga tushmagan ishlar bilan qirish emas. Mahiyatga haqiqiy imo etsak, mahiyatda bizda andisha, qo'rqinch degan narsa qolmaydi. Chunki biz ko'p hollarda ba'zi bir narsaga erisholmay qolamizmi deb andish qilamiz. Kelgusimizdan qo'rqamiz. Boshqalarga ziyon sab salami, boshqalarning oldimda tusib olami, mening ishimni buzib o'tami deb har xil andishalarga tushamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nima deydi? Muvaffaqiyat haqida yozilgan bütün kitoblarni ko'rsanglar, hadisning mushu jumlasi qilam ixchamlanadi. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz qarindoshlar. Biz Allohning rahmati va fazli bilan Imom Naviyninki 40 hadis nomli kitobidan bugun 19-hadisni o'qiymiz. Bizning bugun o'qiydigan hadisimiz qanday qilgan vaqtimizda Allohning himoyasiga erisha olamiz. Qanday qilgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo biz bilan birga bo'ladi. Ya'ni har vaqt qiyinchiligimizni hal qilib beradi. Va shundaqla qanday qilgan vaqtimizda hayotdagi turli andisha, qo'rqinchlardan qutula olamiz degan savollarning hammasiga javob beradi. Oldin biz hadisni o'qiymiz, undan keyin sharhlamamiz. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. Abi Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumalardan naql qilinib mundaq dedi. Ya'ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mundaq dedi. Men bir kunisi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın keyindi idim. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam mundaq dedi. Ya gulam inni uallimuke kelimat. Ey yigit, sana bir qancha söz ügütümen. İhfazillaha yahfazke. Sen Allah'ını muhafizat kıl, Allah seni muhafizat kılıdı. İhfazillaha tecidhu tujahak. Allah'ını muhafizat kıl, Allah'ını oldığında görürsen. İza se'alte fes'elillah. Eğer soğumakçı bolsan Allah'tan so. Ve izesta'ante festa'in billah. Eğer yardımga ihtiyaçlık bolsan, yardım so'makçı bolsan Allah'tan yardım sora. Ve alem ennel ummete lev ictema'at ala en yenfa'uke bi şeyin lem yenfa'uke illa bi şeyin kad ketaballahu lek. Şunu bilgin ki bütün ümmet, bütün halayıklar sana bir narsa menfaat yetkizish uchun bir yerga to'plashgan bo'lsa, faqat Alloh taolo sana yozgan narsani lam yetkazolmaydi. Va in ijtama'u ala yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad kataballohu alayk. Agar bütün halayıklar sana bir ziyon yetkizish uchun to'plashgan bo'lsa, ular faqat sening taqdiringga yozilgan narsadan boshqasini yetkazolmaydi. Rufi'atil aqlam va jaffatis suhuf. Kalem kütürüldü. Sahifeler kurudu. Yani takdirini yazılgan kalem kütürüldü. Sahifeler kurudu dedi. Şundaqla Tirmizininki naql qilgan yana bir rivoyatda bu hadisniki mundaq bir davom bayon qilinadi. İhfazillaha tajidhu amamak. Allohni muhofazat qilgin, Allohni oldingda topsa. Ta'arraf ilallohi firraha ya'rifka fi shidda. Sen Allohni kengchilik, xushal vaqtingda tunug'in ki Alloh seni qiyinchilik vaqtingda tunusun. Va alam annama axta'aka lam yakun liyusibak. Shuni bilgin ki sana tegmagan ishlar, sana yetmagan musibatlar aslida sana yetmeydi, sana tegmeydi. Ve ma asabaka lam yakun li ukhti'ak. Sana yetken musibetler aslida sana tegetti, sana yetetti. Ve alem ennen nasra ma'as sabr. Bilgin ki g'alba, nusrat sabr bilan birga bo'ladi. Ve ennel faraja ma'al karabi. Asanchilik qiyinchilikdan keyin keladi deydi. Xo'sh, qarab qarag'an bo'lsak, bu hadis nihoyat muhim mazmunlarni o'z ichiga olgan. Biz oldindan bu hadisni jumla bir shayla mangab baqayli. Qaraydigan bo'lsak, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir kunisi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuni keyniga soldi. Ya'ni tugusini keyniga mindirdi. Ondan keyin Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuga: "Ey g'ulam, men sana bir qancha so'z o'gitma. Buning birinchisi bo'lsa, ihfazillaha yahfazka. Sen Allohni muhofazat qilgin ki Allah seni muhofazat qiladi" dedi. Demek biz Allah'ın muhafizliği erişeyle. Allah subhanahu ve taala mening üzemni, dinimni, ballarimni, ailemni, mallarımni himayesiga alsın, muhafizat kılsın deydikenimiz. Bunun şart nima ekan? Bizning Allah'ni muhafizat qilishimiz. Allah'ni muhafizat qilishimiz qanday bo'ladi? Allah'ning buyurgan buyruqlarini muhafizat qilishimiz bilan bo'ladi. Allah'ning cheklagan cheklamalarini yenish bilan bo'ladi. Ya'ni Alloh taala nimaga buyurgan bo'lsa shuni qilib yashagan bo'lsak, nimadan cheklagan bo'lsa shuni yenib yashagan bo'lsak, biz Allah'ni muhafizat qilgan bo'lamiz. Ya'ni Allah'ning buyruq va cheklamalarini muhafizat qilgan bo'lamiz. Biz mushunda qilgan vaqtimizda Allah bizni muhafizat qiladi. Masalan deyli, milimizni muhafizat qilganimiz var. Milimizni saqlaganimiz var. Qanday saqlaymiz? Bankada qo'yil desak, nurg'un xatiri var. Oltin ep qo'yil desak, unumi nurg'un xatiri var. Ziyon chiqishi mumkin. Boshqalar qarz berayli desak, qo'ytirmaslik ehtimoli var. Ya'ni milimni qanday saqlayman degan odam mili borasida, ya'ni mili haqida Allohdan qo'rqsin ki, mili haqida Allohni muhafizat qilsin. Ya'ni mili haqida Alloh taolo unga nima buyurgan bo'lsa shuni qilsin, nimadan cheklagan bo'lsa shuningdan yansin. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo biringlar degan zakatini bersin, sadiqasini qilsin, haromga aralashmasin, harom
tijorat qilmasinki, Alloh subhanahu va taolo uning melini qo'g'daydi. Mana bu pulni qo'g'dashning usuli. Hamda bolalardan ansiraydigan insonlar bor. Balam qanday bo'lib ketadi? Yaxshi odam bo'larmi? Yomon odam bo'larmi? Keyinchagi qiyinchilik tortib qolarmi? Nurg'un odamlar buningga boshqa turib uy olib qo'yadi masalan. Ba'zilari mashina olib qo'yadi, ba'zilari hisobida pul yatırib qo'yadi. O'ylab boqinglar. Bu ishimiz bolamizni qanchalik himoya qilala? Agar bolamiz to'satdan bir kasal bo'lib qolsa, doktorlar jiddiy pul akamasang bo'lmaydi deb qolsa, bu olib qo'ygan mashinlarimizni, uylarimizni, hisobiga yotqizgan pullarimizni hammasini sotamdiq, sotmamdiq. Hammasini sotib bolamizni davolatimiz, puldan, maldan, uydan hammasidan ayrilamiz. Biz shunchalik tirishimiz mollarimizni saqlashga, ammo Allohga bak oson bu. Bollarimizni saqlashga shunchalik tirishimiz, Alloh saqlab bermasa, bollarimizni har kun saqlayolmaymiz. Shuning uchun bolamizni saqlashning usulimi bolamizni Alloh rozi bo'lgan shaklda tarbiyalab qo'ylayki, uning hisobotiga pul qo'ymasakmi, uning uy olib bermasakmi, Alloh subhanahu va taolo uni himoyasiga oladi. Qarab boqadigan bo'lsa, amaliyotda bu hadis bizga o'zimizni, bollarimizni, oilamizni, mollarimizni saqlashni o'rgatadi. Buning sharti nima ekan? Bizning Allohni saqlashimiz. Ya'ni Allohning buyurgan ishlari va cheklagan ishlarini yenish orqali Allohni muhofazat qilgan vaqtimizda hadis degandek, yahfazka. Alloh bizni muhofazat qiladi. Buni esimiz tutishimiz kerak. Bütün payg'ambarlarning tarixiga qarab baxsak bu nuqtani ko'ra olamiz. Ya'ni bütün payg'ambarlar hayotida nurg'ulg'an qiyinchiliklarga uchurdi, nurg'ulg'an xaym xatarlarga uchurdi. Eng yordamga ehtiyojli bo'lgan eng qiyinchilik paytlarga uchurdi. Ularni Alloh subhanahu va taolo ana shunday qiyinchilik paytlarida saqlab qoldi. Nima uchun saqlab qoldi? Chunki ular Allohni muhofazat qilgan, Allohning buyrug'idan chiqmagan, Alloh taolo cheklagan ishlarni yangan. Masalan deylik, İbrahim alayhissalom desak, va yoki undan ilgari Nuh alayhissalom desak, Nuh alayhissalom xalqini 950 yil da'vat qildi. Xalq uni masxir qildi. Ey, va'da qilgan azobini keltirib baqqan dedi. Sarang dedi. Har xil gaplarni qildi. Ammo Alloh subhanahu va taolo eng oxirida Nuh alayhisalomni saqlab qoldi. Undan keyin kelgan İbrahim alayhisalomning hayotida qarab boqadigan bo'lsak, İbrahim alayhisalom dadasi bilan mujodala qildi. O'zining xalqi bilan mujodala qildi. Shu davrdagi eng buyuk bo'lgan podshoh Namrud bilan mujodala qildi. Namrud İbrahim alayhisalomni yo'qotish uchun, o'tga tashlash uchun o'tini yig'ib o't qoladi. Va shundaqla İbrahim alayhisalomni manchanoqqa o'ltirg'izib o't atmoqchi bo'ldi. Eng qiyinchilik payti u. Insonning muhofazat qilishga, himoya qilishga, qo'g'dashga eng ehtiyojli payti İbrahim alayhissalom mana shu vaqtda nima orqali o'zini qo'dab qoldi? Nima orqali o'zini himoya qildi? Allohni himoya qilish orqali, Allohni muhofazat qilish orqali. Ya'ni Allohni doim isida tutish orqali, buyruqlarini ijro qilish, chekilgan ishlarni yenish orqali o'zini qo'dab qoldi. Ana shunda o'tga tashlashning oldida Jibril alayhissalom İbrahim alayhissalomga qarshi keldi. Nima dedi? "Ey İbrahim, menga bir ehtiyojing bormi?" dedi. Mana shunda eng qiyinchilik paytidimi İbrahim alayhissalom shu darajada Allohni muhofazat qilganki, sababki asla va asla qalbi bog'lanib qolmagan. İbrahim alayhissalom dedi, "Hasbunallah." Allah menga yetadi dedi. Mana bu Allohni muhofazat qilish. Ana shunda eng shiddatli paytidimi İbrahim alayhissalom hasbunallah. Menga Alloh kifoya deb Allohning istidan chiqamidi. Natija qanday bo'ldi? Alloh subhanahu va taolo uni istidan chiqamay, o'tga tashlangan bo'lsa-mu, o'tga buyruq qilish orqali kuni barda va salama. Ey o't İbrahimga salqin va sovuq bo'lib bergan dedi. Ko'ydiradigan o't İbrahim alayhissalomni ko'ydirdi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda Alloh taolo tashlab etgan qarisi bo'lmagan kishilarni bayon qilib, "Nasullaha fanasiyahum." Ular Allohni unutib qoldi, Alloh uni unutib qoldi dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo meni dunyo va oxiratlik himoya qilsin, bolalarimni himoya qilsin, mollarimni himoya qilsin, dinimni himoya qilsin deydi ekanmiz. Buning sharti har vaqt Allohning ismini tutish, Allohni muhofazat qilish, Allohning dinini muhofazat qilish. Mana bu o'zimizni dunyo va oxiratga qo'g'daydigan eng muhim qo'rg'on va eng muhim sepil. Undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotida qarab boqadigan bo'lsakmi, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom eng qiyin va shundaqla qo'g'dinishga eng ehtiyojli holatlarni beshini o'tkazdi. Hijrat qilmoqchi bo'lgan vaqtida mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning uyini atrofida qo'rishdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kechida chiqdi. Mushriklar keyindan qo'g'ildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va Hazrat Abu Bakrga qochib, o'nkurning ichiga kirib oldi. Mushriklar keyindan qo'g'lab, shundalam astiga qarasa, kiradigan holat keldi. Hattoki Abu Bakr radhiyallohu anhu nim dedi: "Ey Rasululloh, ular shundalam astiga qarasa bizni kurab qoladi. Biz tutib qolaylik" degan ma'noda gaplarni qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nim dedi: "La tahzan, innalloha ma'ana." G'am qilma ey Abu Bakr, Alloh biz bilan birga dedi. Nima ishqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mana shunday eng qiyinchilik paytida, dushman tutib qolay degan paytida, dushman bizni kurab qolg'ili oz qoldi desa, ey Abu Bakr, Allohga duo qilaylik, yolraylik demasdan, to'liq ishonch bilan Alloh biz bilan birga degan bu xil holatda turdi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohni muhofazat qildi. Allohning dinini muhofazat qildi. Allohning buyruqlarini muhofazat qildi. Cheklagan ishlarini muhofazat qildi. Unda bo'lgan ekan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xotirjam. Shuning uchun melimiz haqida, balimiz haqida biz Allohdan qo'rqsak, Allohni muhofazat qilsak, ya'ni Allohning buyrug'ini bo'yicha yashagan bo'lsak, deganini qilgan bo'lsak, cheklimlarni yangan bo'lsak, balimizdan qo'rqmasak ham bo'ladi, mollarimizdan qo'rqmasak ham bo'ladi, o'zimizdan qo'rqmasak ham bo'ladi. Chunki biz hadis deyilgandek Allohni muhofazat qildik, buning mukofoti Allohning bizni muhofazat qilishi bilan bo'ladi.
Bütün peygamberlerin hayata qarab qadağan bolsak, muşu nuqtani ko'ralaymiz. Ya'ni ularni qo'dab qolgan, ularni himoya qilgan narsaninki, ularninki Allohni himoya qilganligi, ya'ni Allohning dinini himoya qilganligini ko'ralaymiz. Masalan, Musa alayhisolamga qaraylik masalan. Musa alayhisolam Bani Isroillarni keyindan boshlab Fir'avnning zulmidan qutuldirib keldi shundaqo. Dengizning buyug'i keldi. Keyindan Fir'avn va uning qo'shini qo'g'lab keldi. Tutib qoldi. Az qoldi. Bani Isroillar nima dedi? Inna la mudrakun. Biz tutib qoldik dedi. Chunki oldingiz keyinda Fir'avn va uning qo'shini. Ammo Musa alayhisalom kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Hargiz undaq emas. Oldi dengiz bo'lsa-mu, hech qanday umid bo'lmasa-mu, keyinda dushman kelgan bo'lsa-mu, kalla. Hargiz undaq emas. U hargiz bizni tutolmaydi dedi. Nima uchun? Musa alayhisalom Allohni muhofazat qilgan. Allohning dinini muhofazat qilgan. Shunga mana shu ishonchlar bo'ldi. Natijada qanday bo'ldi? Alloh subhanahu va taolo xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda degandek, yahfazka. Ularni Alloh taolo himoya qilib qoldi. Demek, ma hayatda bir himoyaga erishayli. Ya'ni sabablardan halqıgan bir himoyaga erishayli deydi ekanmiz. Allohni himoya qilishga tirishaylikki, Alloh bizga ega bo'ladi. Alloh bizni qo'g'daydi. Hayot qarab qolgan bo'lsak, hayotda nurg'unlig'an qiyinchiliklar, bizning qudratimizning, irodamizning halqıgan qiyinchiliklar bor. Masalan, yer tarvashdaymiz, undan boshqa nurg'un ishlar bor. Bizning kuchimiz yetmaydi. Agar biz uningga Allohga yelinmay turib, sabab nuqtasidan qaraydigan bo'lsak, biz ma hayotda g'am andishidan, tushkunlikdan qutulmaymiz. Chunki nurg'unlig'an ishlar bizning irodamizning sirtida. Masalan, qaysi kuni yer tarvatdi, qanchalik andish ichida yashadik bir qancha kun. Hozir unutdik masalan. Kimning qo'ldan keldi masalan shu xil ishlarni to'xtatish, shunga bu xil andishlardan qutulish va shunga o'xshagan har xil andishlardan qutulishning yo'li biz Allohni muhofazat qilaylik. Alloh buyurgan ishlarni qilaylik. Alloh taolo cheklagan ishlarni yanaylik. Alloh subhanahu va taolo bizni cho'qim muhofazat qiladi. Cho'qim bizni himoya qiladi degan ishonch bilan yashagan vaqtimizda ham g'am andishadan qutulaymiz, ham xotirjam yashaymiz, ham dar haqiqat Alloh subhanahu va taolo bizni cho'qim himoya qiladi. Chuqum her türlü işlerden, yani dünya ve ahiretlik ziyalarının hemmisini bizde qo'g'daydi, himoya qiladi. Hadisninki bu cümlesi mana mushu mazmunlarni o'z ichiga oladi. İkinci cümlesi bo'lsa, Allohdan qo'rqingki, Allohni oldingda ko'rasan deydi. Ya'ni ma hayotda sen Allohdan qo'rqish, ya'ni taqvodorlikni asos qilgan vaqtingda qanday bir qiyinchilik uchirmagan, Allohning yordamiga ehtiyojlik bo'lmagan, ana shundaq paytda Allohni yaningda, ko'z oldingda topsan deydi. Chunki Alloh taolo Qur'on karimda bu vaqtda ko'p oyatlarda bizni xabar berdi. Alloh taolo Qur'on karimda innalloha ma'allazina taqaw. Alloh taolo kimlar bilan birga ekan? Taqvodor kishilar bilan birga ekan. Taqvolik degan nima? Taqvodorlikni qanday yetildiramiz? Biz buni ilgirki darsimizda so'zlab bo'ldik. Shunga bu haqda cho'nqur kirmaymiz. Ammo shuni bilamizki, biz Allohning yordamiga har vaqt erishayli. Alloh men bilan birga bo'lsin deydi ekanmiz. Taqvolikni asos qilmasak, shubhalik ishlarni yiroq tursak, Allohdan qo'rqib, Allohning buyurgan ishlarni ijro qilishga butun kuchimiz bilan tirishchilik ko'rsatib mangad ekanmiz. Allohning yordami bizdan birga. Biz haqiqiy mushu so'zning tik yeta olgan bo'lsak, bizda ajoyib ishonch bo'ladi. Allohning yordami bizdan birga, Alloh men bilan birga degan bu xil tuyg'u ajoyib bir tuyg'u bu. Azroq bir mansib odam keyinda menba deb qo'ysa, qanchalik tushunib ketamiz. Masalan, ma'lum boyning bolalari qanchalik ko'ranglaydi va yoki ma'lum bir boshliqning bolalari o'zini qanchalik cho'ng tutadi. Ularning o'zini cho'ng tutishiga sabab bo'lgan narsa nima? Ishongan dadasining mansibi yoki ishongan dadasining o'rni. Biz hadis deyilgandek taqvolikni asos qilib mang'alsak, Allohning yordamini o'zimizning keyiniga olgan bo'limizda bizning kuchli odam bo'lmaydi. Elbette bu Kur'anlaşın emas, ama ruhi cihette özümüz üstün tutuş, başındakla özümüzge işinişini şekillendirişte intayin muhim. Demek Allah'ın yardımına erişeyle, qiyinchilik chiqib qolgan vaqtimizda Allah bizga yordam qilsin desak, buningki birinchi sharti taqvolik. Alloh taolo bu vaqt Qur'on Karimda nurg'unlagan oyatlarda xabar bergan. Masalan, "Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Qanday bir odam taqvo bo'ladi ekan, Alloh subhanahu va taolo unga chiqish yo'li beradi. Ya'ni chiqish yo'li topolmadi. Tijoratlari oqmadi. Qallisda hamma ishlar tugandek bir xil tuyg'u kelib qoldi. Bir chiqish yo'liga ehtiyoji bor. Uning birinchi asosi taqvolik. Taqvolik qayting. Manga yo'lingizda, qimmat qarashlaringizda, bütün ishlaringizda taqvolikni asos qilib mengayotam degan bu savolni o'zingizga qo'ying. Agar undaq bo'lmasa, sal Allohdan yiroqlashgan bo'lsangiz, islomdan yiroqlashgan bo'lsangiz, boshqa bir yerga qiyib ketayotgan bo'lsangiz, o'zingizni darhol to'xtatib, taqvolikni asl keltirishni tirishingki, oqmagan ishlaringiz, retga tushmagan ishlaringiz, sizning beshig'ingizga qatorgan ishlaringizning hammasi shu vaqtda hal bo'ladi. Uni hal qilishning chorasi iziga tushmagan ishlar bilan qirish emas, taqvolikqa qaytish. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda ochiq deb qo'ydi. "Va may yattaqilla yaj'al lahu makhraja." Qanday bir odam taqvo bo'ladi ekan, Alloh unga chiqish yo'li beradi. "Va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Uni o'ylamagan rizq beradi. Siz pul topman deb nurg'un ishlarni o'ylaysiz. Siz taqvolik qaysiz bir musulmon bola sifatingiz bilan sizga Alloh taolo o'ylamagan yerdan rizq beradi deydi. Üçüncü cümlesi bo'lsa, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ninki bir narsa so'moqchi bo'lsang, Allohdan so'ra degan bu so'z. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu hadis orqali inson bir narsaga ehtiyoj bo'lgan vaqtida qalbi ko'p hollarda sababga yuguraydi.
Masalan deyli, kasal oldik. Esimizga kim keladi? Doktor keladi. Dori keladi. Bir qiyinchilikqa tushdik, esimizga keladi. Shu ishni qila oladigan bir do'stimiz keladi. Mana shundaq payda musulmonning qalbiga eng avval kelishga tegishli bo'lgan Alloh. Eng oddiy ish bo'lgan taqdirda, qiyinchilik tushgan vaqtimizda, bir narsaga ehtiyojli bo'lgan vaqtimizda, kasal bo'lgan vaqtimizda sabab emas Alloh bo'lishi kerak. Bu intayin muhim bir narsa. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Abdulloh ibn Abbos, ya'ni kichik vaqtida deyilgan gap bu. Kichik vaqtida uning qalbiga mushu tarbiyani singdirish uchun bir narsa so'moqchi bo'lsang, Allohdan so'ra dedi. Masalan, hozir men bir pulga ehtiyojliq dey. Eng avval Allah isimizga Allohga duo qilamiz. Ya'ni qalbimiz Allohga bog'lanadi. Bu orqali biz qanday tuyg'u qilamiz bilamizlar? Bütün ishlar Allohning irodasi bo'yicha bo'ladi. Bütün ishlarni Alloh subhanahu va taolo tasarruf qildi degan bu xil aqidaga, bu xil tavhidga kelalaymiz. Ondan keyin sabablarga qo'limiz bilan harakat qilamiz. Qalbimiz Allohga bog'lanadi, sababga qo'limiz bog'lanadi. Bu ikkisi hergiz yetganmaydi. Masalan deyli, bir qiyinchilik tushdim hozir men. Bir narsaga ehtiyojliq. Eng avval Alloh isim keladi. Allohdan duo qilaman. Ondan keyin endi bu ishni kim qila oladi deb qalbimni Allohga bog'lab turib, sabab qilaman. Bu ikkisi hergiz zid kelmaydi. Allohdan so'rash duoning o'zi bir bizni Allohning muhabbatiga, Allohning sevgisiga erishtiradigan bir ibodat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning mundaq bir hadisi bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam sizlarning biringlar har qanday hojatini Allohdan so'rasin. Hattoki oyog'ining bo'g'ichi uzilib ketgan bo'lsa-mu, uni Allohdan so'rasin deydi. Qarab qolgan bo'lsa, oyog'imizning bo'g'ichi uzilib ketishni oddiy ish qo, ammo ana shundaq bir o'ngsizlik uchragan vaqtimizda darhol bizning esimizga keladigan kim bo'lsin? Alloh bo'lsin. Allohni old bilan eslatib etib, ondan keyin put-qo'llarimiz sababga mansun. Undan keyingi jumlasi bo'lsa, "Va idasta'anta fasta'in billah." Agar yordamga ehtiyoj bo'lsang, Allohdan so'ra. Biz inson bola sifatimiz bilan ko'p hollarda sababga bog'lanib qolamiz. Alloh subhanahu va taoloning Qur'ondagi nurg'ulg'an oyatlari bo'lsin, mahidisi bo'lsin, ko'p hollarda bizni mana shundaq sababdan Allohga qarashga buyuruydi. Ya'ni bir qiyinchilik tushdikmi, bir kasal bo'ldikmi, old bilan ko'zimizga yoki zehnimizga doktor kelishni ilgari Alloh kelsin. Allohdan so'rayli yordamni. Qalbimiz Allohga bog'lansin. Ondan keyin sabab qilishga o'tayli. Bu hadisning bu qismi shuni ta'kidlamoqchi. Ya'ni har qanday ishda qalbimizni Allohga bog'lashni ilgari suraydi bu hadis. Qaraydigan bo'lsak, bu hadis yuqorida o'tganimizdek Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamningki Abdulloh ibn Abbosga qilgan bir nasihati. Abdulloh ibn Abbos bu vaqtda bilganimizdek nihoyat kichik. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'smirlarga, bolalarga iymon tarbiyasini qanday ilib borgan, ularning qalbiga Allohni sulash orqali ilib borgan. Bugungi kunimizda ba'zi bir usullar bor masalan. Bolalarga iymonni qanday o'rgatamiz? Iymonning sharti qancha? Falan deb shu sanab yadaldirib o'rgatamiz. Bu bir go'zal bo'lishi mumkin. Ammo Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'smirlarga iymonni singdirishda davomli ularning qalbiga Allohni bog'lab, Allohni cho'ng ko'rsatib, haqiqiy cho'ng bo'lg'ach Alloh subhanahu va taolo mush shaklda ilib borgan. Shuning uchun o'smirlarga iymon tarbiyasi mana mush shaklda ilib beriladi. Masalan, bolalarning eng yaxshi ko'rgan narsasi nima? Onasi. Va yoki dadasi deyli. Mushaqda ota-onalar bolalarning qalbiga iymon tarbiyasini singdirmoqchi bo'lsa, balam bizni yaxshi ko'rsa shunday ku. Bizni sizga Alloh berdi. Ya'ni bolalar nimani yaxshi ko'rgan bo'lsa, yaxshi ko'rgan narsani Allohning bergan ekanligini eskartish orqali va shundaqla qanday bir qiyinchilik uchursa, bizga Alloh yordam beradi balam deganga o'xshagan Alloh so'zini, Alloh tuyg'usini bolaning qalbiga eng ko'p singdirish Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomningki bolalarga iymon singdirishdagi metodi. Shuning uchun bolalar tushunmasdan bir narsalarni yodlashdan ilgari bolalarning qalbiga Alloh sevgisini, Allohning buyuk ekanligini, Allohning har narsaga qodir ekanligidan iborat bu xil qudratlarini, bu xil taraflarini singdirishga ahamiyat berishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hadisini oldigan bu muhim bir nuqta. Hadisning keyingi qismi bo'lsa, bilginki, agar butun kishilar sana bir foyda yetkazish uchun bir yerga to'plashgan bo'lsa, faqat sening taqdiringga yozgan narsalarni yetkazoladi deydi. Va shundaqla butun kishilar sana ziyon yetkazish uchun bir yerga to'plashgan bo'lsa, faqat sening taqdiringga yozgan narsadan boshqasini yetkazolmaydi deydi. Ma hadisga haqiqiy imo etsak, ma hayotda bizda andisha, qo'rqinish degan narsa qolmaydi. Chunki biz ko'p hollarda ba'zi bir narsaga erisholmay qolamizmi deb andisha qilamiz. Kelgusimizdan qo'rqamiz. Boshqalarning ziyon sab salami, boshqalarning oldimda tusib olami, mening ishimni buzutami deb har xil andishalarga tushamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi, bir odam emas, butun insonlar sana foyda yetkazish uchun bir yerga kelsa, faqat taqdirini bog'lab yetkazadi. Bütün insonlar sana ziyon yetkazish uchun bir yerga kelsa, faqat sening taqdiringga yozganlarni yetkazadi deydi. Demak, qo'rqudek nima ish bor? Boshqalar bizning keyimizni g'aybat qilsin, har xil so'zchaklarni taqassin, faqat bizning peshonimizga yozganlarni yetkazadi. Undan boshqa hech narsa kelmaydi. Hadisning bu qismi bizning qalbimizga haqiqiy bir xotirjamlikni beradi. Chunki biz yuqorida o'tganimizdek o'zimiz bilmaydigan narsalarni andisha qilib yashaymiz. Kelgusimizdan qo'rqamiz. U menga qanday qila, menga bir ziyon sab salami deganga o'xshagan andishalar bilan yashaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi ya, bütün insonlar, yer shahardagi mansablik, davlat raislardan hammani qo'shanglar. Hammasi bir yerga kelsimi, faqat taqdiringga yozgan narsalarni yetkazadi deydi. Qo'rqudek ish yo'q. Endish qilgudek hech bir ish yo'q. Qalam ko'tarilgan, sahifalar qurgandir. Alloh subhanahu va taolo taqdirning hammani yozib bo'lgan, insonlar shu taqdirni ijro qiluvchilar. Biz uningga tirishib baqamiz, palani buningga tirishib baqadi, faqat peshonimizga yozilgan taqdirning ijro qiluvchilari hammamiz. Demak, hayotda o'zimizni urib salon qilib o'tgudek, endish qildik hech bir ish yo'q.
Allah yezib bulaqlıq. Faqat biz şu yezib bo'lgan ishlarni ijro qiluvchilar. Bu ishlarni ijro qilish, ya'ni taqdirni ijro qilish jarayonida qo'limizdan keladigan ishlarning hammani qilishga biz buyurilgan, ammo nurg'un ishlar borki, taqdirimizga yezilib bulaqlıq. Endish qilishga ehtiyoj yo'q, qo'rqishga ehtiyoj yo'q. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda ma asqaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allohi yasir deydi. Yer yuzida va uzunglarda yuz bergan har qanday bir musibat, zaminda yuz bergan bir musibat olsun, yoki bizga tekkan bir qiyinchilik olsun, ziyon bo'lsin, iqtisodiy jihatda yoki kasal bo'lsin, hammasi Allohning taqdirida. Uni yaratishdan ilgari hammasi yezilib bo'lgan. Biz faqat uni ijro qildik. Inna zalika ala Allohi yasir. U Allohga nihoyat oson deydi. Tirmizida naql qilingan hadisning yana bir nusxasida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning tuandagi so'zlari ziyoda keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Ibn Abbas radhiyallohu anhuga nasihatini davomlashtirib, Allohni esingda tutqinki, Allohni oldin topsa. Ya'ni sen Allohni esingdan chiqamasan, qiyinchilik uchragan paytingda Allohning yordami oldinga keladi. Rohatlik paytlaringda Allohni tunug'inki, qiyinchilik paytlaringda Alloh seni tunuydi deydi. Yani insan rahat paytida, ishlari o'ng'i tortgan paytida, tijoratlari oqqan paytida, beshiga hech qanday musibat kelmagan xushal-xuram bayashat paytlarida, vaqtlarida Allohni tunisa, Allohni esidan chiqarmasa, Allohning buyruqlarini ijro qilsa, Allohning cheklanmalaridan yansa, beshiga bir musibat kelgan, qiyinchilikqa uchragan, ishlari oqmay qolgan paytida Alloh subhanahu va taolo uni tunuydi deydi. Vaholanki insonlar ko'p holda qiyinchilikqa tushgan vaqtida, beshiga bir musibat kelgan vaqtida, ishlari oqmagan vaqtida Allohni esiga oladi. Ammo ishlari qilib ketgan vaqtida musibat kelmasa, xushal xuram bayashat paytlarida Allohni unutadi. Ibn Xaldunning shundaq bir mashhur gapi bor. Nada qiyinchilik, musibat ko'p bo'lsa, nada nomratchilik ko'p bo'lsa, u yerning kishilar dindor keladi deydi. Amaliyotda bu gapni dinsizlar boshqa bir maqsadda ishlatadi. Bu insonning tuzkorligini bildiradigan bir ish. Ya'ni inson qiyinchilik uchragan paytida, nomrat bo'lsa, muhtoj bo'lsa, beshiga musibat kelsa, Allohga yaqin bo'ladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo ma bandam shukr qilsin, ma bandamni ma dunyoda aziq yashlaydi deb unga ne'mat bersa, Alloh taolo o'zini tunishga bergan ne'mat bilan, shukr qilishga bergan ne'mat bilan, hamda etishga bergan ne'mat bilan Allohni unutadi. Acayip bir iş. Allah bizni tunish uchun bergan ne'mat bilan biz Allohni unutamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadisda dal mushnoqni eskardi. Bayashat paytingda ishlaring oqqan, beshinga bir musibat kelmagan paytda Allohni tunug'inki, qiyinchilik tushgan paytda Alloh seni tunsin. Qur'on Karimda Alloh subhanahu va taolo qiyinchilikqa tushgan vaqtda Allohni eslaydigan, ammo o'sha dengizdan qutulib olgandan keyin Allah'ın unutadigan kishilarni nihoyat ig'ir so'zlar bilan ayiblaydi. Bu bir haqiqiy mo'minning sifati emas bu. Haqiqiy mo'min xushal vaqtida va qiyinchilik tushgan paytida o'xshash Alloh yo'lida ibodat qiladi, chiqim qiladi va shunday qilib Allohning buyruqini o'xshash shaklda ijro qiladi. Ammo biz insonlar Alloh taolo degandek innal insana lakafur. Tuzkor bo'lg'achqa azroq Alloh subhanahu va taolo ilm bersa, o'zimizni azroq bir narsa bildigan chaqlasak, iymondan yiroqlashimiz. Alloh subhanahu va taolo azroq mol dunyo bersa, islomdan yiroqlashimiz. Alloh subhanahu va taolo azroq ishlarimizni o'ng'i tortqizsa, musulmonlar jamiyatidan yiroqlashib boshqa bir jamiyat qaramoqmiz. Acaba Alloh qaytish uchun, Allohga yiqilish uchun bir musibat berish kerakmi? Acaba dindor bo'lishimiz uchun doim Alloh subhanahu va taolo bizni muhtoj qilib qo'yish kerakmi? Nima uchun biz musulmonlarga bir bayashatlik yarashmaydi? Nima uchun uni qadrlayolmaymiz? Nima uchun Alloh subhanahu va taolo tunishga bergan ne'matni ishiltib, Allohni tunimay, Allohning diniga xizmat qilmay, Allohdan yiroqlashimiz, bu nuqtaga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi: "Bayashat paytlaringda Allohni tunug'inki, qiyinchilik paytlaringda Alloh seni tunursin." Dedisin oxirgi mazmun bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi: "Shuni bilginki, sana putilmagan ishlar, sana yetmagan musibatlar aslida sana yetmaydigan musibatlar edi o deydi." Biz ko'p hollarda beshimizga bir musibat kelmasa va yoki bizning bir tirishchiligimiz tufayli bir musibatdan qutulib qolsak, darhol qalbimizga nima keladi? Qilgan sababimiz keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dal bizni mush nuqtada qutuldirish uchun, sababga tushib qilib mushrik bo'lib qolmasligimiz uchun, qalbimizning bevosita Allohga bog'lanishi uchun, sana yetmagan musibat sening taqdiringga yozilmagan o, shunga yetmadi deydi. Hargiz bu sening sabab qilganliging uchun emas. To'g'ri, sen sabab qilding, ammo sababning ustunda bir kuch borki, u Alloh. Sen sababga ishonma deydi. Shunda qolma nuqtani. Hadisning yana bir jumlasi bo'lsa, sana putilgan ish, sana yetgan musibat aslida sana yetadigan, sana putilgan ish edi deydi. Ko'p hollarda bir ish bizga yetgan bo'lsa, ya'ni bir musibat qalbimizga kelgan bo'lsa, ko'p hollarda biz qanday deymiz? Uni undoq qilmasam bo'pti ekan, buni bundoq qilmasam bo'pti ekan deymiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dal mana shunday shaytonning ishini ichib qolmasligimiz uchun, to'g'ri, sen uni undoq qilmasam bo'pti ekan deysa, lekin u sening taqdiringga yozilib bo'lgan. Ya'ni sana musibat yetgan ish aslida sana yetadigan musibat edi o. U sening taqdiringga yozilib bo'lgan deydi. Bu hadis bizga taslimiyatni o'rgatadi. Hergizmi lav, ya'ni undaq qilsam bo'pti ekan, bundaq qilsam bo'pti ekan deb hergizmi bu xil shakldagi shikoyatga tushmayli deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir hadisda lav, ya'ni undaq qilsam bo'pti ekan, bundaq qilsam bo'pti ekan degan gap shaytonning ishini ochadi deydi.
Şuna beşimizge bir musibet kelsa, ötep ketip boldimi? Sallamna. Ama onundan aldığan bir dersler var ya, asla munda qilsak bo'pti ekan deb ibret dersler. Buni olamiz. Amma ötep ketgan ish qaqshab zarlanmaymiz. Tugidi. Beşimiz qilgan musibet biz ash sababni qilgan bo'lsaqmi, keletdi ekan. Bu hadis tavhidning iymonning nihoyat inchki nuqtasini tushuntiradi. Ko'p hollarda biz insonlar meli payda yetsin, meli ziyon kelsin sababga bog'laymiz. Men undaq qildim, şunu mundaq qildi. Men undaq qilmabdi ekanman, şunu beşimga bu ish keldi deymiz. Dal mushu nuqtani cho'rib tashlayolmaymiz. To'g'ri? Asli qilishingga tegishli ishlar bor. Qilmaslikqa tegishli ishing bor. Uni qilishga tegishli qilishing kerak. Qilmaslikqa tegishli qilmasliging kerak. Lekin shu sabablarning ustidan bir ish bor. Sana yetgan musibat aslida yetadi. Sana yetmagan musibat aslida yetmaydi. Endi mas taslim bo'l. Allohning qazo va qadariga rozi bo'l. Sababni hal qilgan Allohga bog'lan degan bu nuqtani yuritadi. Hadisning eng oxirgi qismi bo'lsa, bilginki yordam, g'alaba, nusrat sabr bilan qo'lga keladi deydi. Meyli tijoratdagi g'alaba bo'lsin, meyli o'qishdagi g'alaba bo'lsin, meyli oiladagi g'alaba bo'lsin, meyli Alloh yo'lidagi xizmat qilishga g'alaba bo'lsin, jihad yo'lidagi g'alaba bo'lsin. Hayotdagi butun g'alaba sabr bilan qo'lga keladi. Sabr degan nima? İzchillik, bardoshlik, berish, chidamchan bo'lish. Bir tijorat qilgan odam sabr qilolmaydi ekan, izchil bo'lolmaydi ekan, o odam natija qozonmaydi. Bir o'qish kirgan odam sabr qilolmaydi ekan, jafo mushaqqatlarga bardoshlik berolmaydi ekan, muvaffaqiyat qozonmaydi. Mava har biringlar yatag'inglarning ustiga yozib oldigan bir oltin qoida shakllik bir formula. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bu hadisi. Galba, nusrat, utuq, natija sabr bilan bo'ladi deydi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Bir oila desakmi, sabr bo'lmasa, oila oxiriga chiqolmaydi. Nijotlik qiyinchilikqa o'lishib keladi. Yani her qanday bir nijotlikka erishgan odam, muvaffaqiyat qozongan odam bir qiyinchilikdan o'tgan u. Qiyinchilikdan o'tmagan muvaffaqiyat yo'q. Shunga biz bir odamning natija qozongan qarablam, "Voy, unda qilsa qo'l" degan deymiz, ammo ko'p hollarda uning qanday ishlarni beshib o'tkazganligini bilmaymiz. Shunga muvaffaqiyat qozonish uchun meli dunyo va oxiratlik oldimizga keladigan bir qiyinchilik bor, uni besib o'tishga to'g'ri keladi. Qiyinchilikdan keyin osonlik bo'ladi deydi. Masalan, oilamizda ba'zi bir qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, mushaqqatlar bo'lishi mumkin, o'qish yo'lida ba'zi bir qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, tijorat yo'lida ba'zi bir qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, undan boshqa har qanday bir yo'lda har xil qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Ana shu qiyinchilikdan keyin osonlik bo'ladi deydi. Hadisning bu qismi muvaffaqiyat dasturi. Yani imush sabrdan tatib, muvaffaqiyat sabr bilan birga. Nijotlik qiyinchilikqa o'lishib keladi. Qiyinchilikdan keyin osonlik bo'ladi. Bu dunyo va oxiratlik muvaffaqiyat dasturi. Muvaffaqiyat haqida yozilgan bütün kitoblarni ko'rsanglar, hadisning mushu jumlasi bilan ixchamlanadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek Allohni muhofazat qilgan va shu orqali Allohning himoyasiga erishgan kishilarning qatoridan qilsin. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo muhofazat qilgan shu orqali Allohning yordamiga erishgan kishilarning qatoridan qilsin. Va shundaqla bütün ishlarda qalbi sabablarga emas, Alloh bilan bog'langan kishilarning qatoridan qilsin. Va shundaqla xushal bayashat paytlarida Allohga eng yaqin bo'ladigan, shu orqali qiyinchilik paytlarida Allohning yordamiga erishadigan kishilarning qatoridan qilsin. Va shundaqla qiyinchilik yetsin yoki xushallik yetsin, uning faqat va faqat Allohdan kelganlikka rozi bo'lgan haqiqiy taslimiyatchi musulmonlarning qatoridan qilsin. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxiratda g'alabaga, utuqqa, natijaga erishishimiz uchun sabr ato qilsin, bizga chidamchanlik, izchillik bersin. Va shundaqla har bir qiyinchilikdan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergandek nijotlik va osonchilik bo'lganligi uchun qiyinchiliklarda bizga sabr bersin. Bizni ana shu osonchilikqa, nijotlikqa muvaffaq qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasulullah